Dilnoza Murodovna bo'ldi, meni chaqirishyapti. Prezidentga qachon kirishlarini aytinglar, shularga тоже bor. Удачи. Shu erkak kishilarga manzi etlab turadi, boshini yuvadi, yugurib chiqib ketadi. Siz shundoq uchirib zakladki bizga. Спасибо. Салам алейкум. Господи, какая весна, весна. Of the 150th Assembly of the Interparliamentary Union. Вы такая молодец, вы такая помощница Шавката Мирамоновича. Наверное, это от Бога все-таки какая-то миссия. Огромное вам спасибо. Поздравляю. Asosan shu oliy ta'limda kasbiy ta'limda tashqi sifatni ta'minlash bo'yicha. The time is amazing, perfect time. For democracy, for everyone. Она будет отвечать за наше сотрудничество. Я принял решение. Super excited. Thank you very much. O'shancha ikki bosqichli bo'ldi. Oldin unaqa tizim bo'lmagan. Qachon munosabatingiz? Sizga Hujjat ko'p ekan Jahongir aka. Bolalar kontentini yaratishni rivojlantirish bo'yicha topshiriqlar bo'lgan. Har bitta yo'nalish ichiga kirib so'raydiradi. Siz qachon boshlamoqchisiz? Men поддержка to'lamoqchiman. Muzikальный образовательный tafkalar bilan boshlab, keyinchalik детский shoular. Shunga joylarni ajratamiz, texnikalarni ham qilib beramiz, tayyorlaymiz. Odamlar tasavvur ham qilmaydi qanchalik qiyin ishingiz, endi ko'rishadi. Медицина deyapti, robototexnika deyapti. Это очень важный момент. Voy, shu katrosa xursand bo'ladi. Sadiz, pomidor. Kelajak uchun xizmatlar bu ishlarni. Jahongir aka rahmat, siz молодецsiz. To'liqdan kiradilar. Siz bilan dokumentlar bilan kirmoqchimisiz? O'zingiz boshqa ham bo'ladi. Помидор, ты устал? Конечно, он устал. Faqat bitta odam charchamadi. Да, ketdimmi? Я на связи всегда. Aziz tam albom keladi. Safarlaringiz bilan klinikani bu yerga kelishingiz. Boshqa Gapirmang. Ketma ket. Biz ham siz vaqtingiz yo'q. Ketaveraymi? Hozir yana qaytib kelasiz. Shu borib ishimni qilib keling, tezgina, keyin qaytib kelaman. Rahmat sizga ham. Xo'p, bo'pti, yaxshi qolinglar. Dilnoza Murodovna na связи. Xo'p, bo'ladi. Har kuni shunaqami? Да, конечно. Кто за состав? Yaxshi bo'lardilar. Soat 8 bo'ldi-ya.